Akalar opalar ogoh bo'linglar. Bugun biz sizlarga dokument haqida gapirib o'tamiz. Mana shu mashinalarimiz hozir granisadan kelyapti. Qani nima bo'lyapti granisada? Reyestrga tushganlar to kelgancha ochildimi yoki yo'qmi? Shu haqida qani bo'lmasa, assalomu alaykum shofer aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka sizlar yaxshimi? Qayerdansiz aka? Qoraqalpoq. Qoraqalpoq. Qanday bo'lib keldingiz? Yaxshi. Bir minutga tushunmaysizlarmi? Aka qanday bo'lib keldingiz? Yaxshi, bez problem. 1,5 sutkada. 1,5 sutka. Da. Hech qanday muammo bo'lgan Yo'q. yo'q. Zo'r hammasi. Qiynalmadingizmi aka? Yo'q, yo'q aka. Sog' salomat borib keldik. Yaxshi. Juda ko'pchilik ochirt ko'p deydi, ko'pmi? Yo'q, yo'q, yaxshi, zo'r. Tez o'tdilar-ku. Tez. Aka siz qanday o'tdingiz? Qoraqalpog'istonliklarga borsinmi? Yaxshi. Qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q, yo'q, qiynalish yo'q. Aka siz vodiyni qayerdan? Vodiyda Farg'onadan aka. Farg'onaliklarga nima deysiz? Farg'onaliklarga alangali salom. Moskvada bo'lgan yaqinlarimizga barchaga salom yo'llayman. Dolsa akamiz bilan borib keldik. Cho'tki bo'ldi hammasi. Qiyinchilik bo'lmadi. Shofer aka restoranga tushganlar ochilyaptimi? Reyestrlar ochilyapti. Necha soatda ochiladi? Endi 3 sutkada ochilyapti. Sutkadan. Ko'p kishiniki ochilib ketyapti. Ochilmaganlarki ham bor. Bor ha, ochilmagan. ochilmagan. Yopilib qolish ehtimoli ham bormi? Yopilish ehtimoli ham bor. Ochilgandan keyin. Ha, Nima kirib sabab chiq- yopilib qoladi? Endi ish taraf to'lamagan bo'lsa o'sha sababdan yopilib Bir xilla bor shtrafga ham tushmaganda, o'zidan o'zi yopilib qolyapti. Nima sabab? Yo, dokument qilmaganligini ketidanmi? Endi unga hech nima deyolmaymiz. Hech kim ishtimadimi Hech mayda? nima deyolmayman. Agar kimdir granisiyaga boramasa, mana ishonchli shofer akamiz, mana o'sha akalarimiz. Aka siz qayerdansiz? Surxondaryodanman. Surxondaryoliklarga nima deysiz? Surxondaryoliklar alangalik salom. Tojikiston Surxondaryo borib kelaversa bo'ladi, normalni. Gransiya faqat ochiribcha zo'r. Qanchada borib keldilaring? 1,5 sutkada borib keldi. Nima kamchiliklar ovozi misoliga, masalan, sovuqmi, qanday havo? Sovuq emas, shuni o'zimiz pagoda, ob-havoda shunday. Qayerga bordilaringiz postga? Qaysi postdan? Azimkiga bordim. Azinkida o'tdilaringiz? Aka siz qayerdan edingiz? Jizzaxdan. Jizzaxliklarga nima deysiz? Kam harasa Jizzax. Jizzaxliklar Moskvada. Jizzaxlar hammasi Jizzaxda. Yaxshi, aka bilan qiynalmadik. 1,5 sutkada borib keldik. Bez problem. Chegaralarda ham muammo bo'lgan yo'q. Akalar opalar mana ko'rdilaring, mana mashinalarning sharoiti. Buyoq keyin mana. Mana ko'rib turganlaringdek o'rtada joy ham bor. Bemalol shoferlar qiynalmasdan, klientlar qiynalmay borib keladi. Mana endi qilib yotqizib oling mana. Ko'rib turganlaringdek bemalol borib kelaverasizlar. Tojikiston fuqarolariga отдельно mashin, O'zbekiston fuqarolariga отдельно mashin. Aka qanday bo'lishi, nima sharoitlar bor hozirgi kunda? Sharoit yaxshi, borib Restoran ochish yo'lini izlayapsizlarmi shoferlar? Reyestrda endi hech kim hech nima deyolmaydi aka. Hech kim ishlayapti Hech deyapman. nima deyolmaydi. Borib kelib ham yana yopilib qolyapti-da, ochilib turib. Ochilib turibmi? Har kuni reyslaring bormi? Reys har kun bor, ha. Har kun reys bor. Tojikiston nechidan nechigacha borsiz kelasiz? Har kun mana shu abitdan keyin 2-3larga jo'naymiz. Sizlar uylaridan bora olasizlarmi? Bizlar bir xillarning dokumenti yo'q-ku. Biz joyidan olamiz ham. Olib kelib qaysi metroga tashlaysiz? Metro Kotelnik обратно. Kotelnik. Akalar bilan kimdir dokumenti yo'q bo'lsa, bormoqchi bo'lsa granisiyaga uydan oladi. Mestopolajini tashab berasizlar, uylaringdan oladi, lekin qaytib kelgandan keyin hammalaring dokumentlaring bo'ladi, uylaringga olib borib qo'ymaydi, metroga olib kelib tashlaydilar. Kimlardir yo'lni bilmasa, qiynalgan bitta ikkita odam bo'lsa, uyiga borib qo'ya olasizmi? Yoshi katta tushunmaydiganlarni Yo'lni bilmasa endi tamom olib borib qo'yamiz. olib borib qo'yasiz, ha?